Assalomu alaykum. 18 qatimliq nahmaydan taqtishimni boshladim. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi so'zlaydigan temam o'zinglar ko'rib aytgandek, ama ko'rgandek temasini virus sababli hayotidan ayrilgan kishilarimiz haqida deb anankin o'zimniki bir qism o'ylaganlarim to'g'risida so'zlay dedim. Patlam meniki bu videolarim shunday qayg'uli xabarlar bilan to'lib ketgan bo'ladi. Chivudan boshlab texnik bakarak shunday so'zlaydigan bo'lib qoldim bo'libmi? Nahaq o'lib ketgan kishilarimiz degandek. Bugungi so'zlaydigan temam hozirgi yo'qin mezgilda dunyoning har qaysi joylarida biz shu virusdan ziyonlanuvchilarninki eng cho'ng bir turkum kishilarimiz Uyg'ur xalqi deb sizlarga amaliy misollarni ilib, oramizdan ketgan kishilarni birdan misollarni olg'ash, anandan keyin o'zimizninki hozir mushtabda iliqi bizda masalan kasal bo'lib qolsaqmi haqdan yurishadigan ishlar bo'libmi Turkiyada. Turkiyada emas, dunyoning hamma yerida bizda shunday bir xilliqi psikimiz borda, bu to'g'riliq gap qilolmaydigan, ammo shuningki sabablari to'g'risida o'zimniki o'ylaganlarimni sizlarga bir qurib deb o'tmoqchi. Hamda bu o'ylaganlarim faqat o'zimniki shaxsiy fikri, o'zimga oid hech qanday bir boshqa bir yerga vakillikmi qilmaydi. O'zimniki o'ylaganlarim davomli shunday o'zimniki YouTube kanalim, o'zimning bir social media suhbat bo'lgandan keyin o'zimniki fikr erkinligi deb so'zlaydigan mazmunlarni so'zlab yuribman. Buniki ham foydasini ko'rdim. Qanday foydalarini ko'rdim desanglar. Men YouTube'ga chiqqandan keyin nurg'un yangi YouTube kanallari paydo bo'ldi. Andan keyin men YouTube'ga chiqib so'zlagandan keyin andan keyin vatandagi oila a'zolarimga bo'lgan ta'sirim yaxshi bo'ldi deb o'ylayman hozirga qadar. Nima desam, ularniki izlayotgan qilyapman, surishtiryapman. Ekranga chiqib so'zlayotgan odamlarniki oila a'zolariga yugurib ko'p bunday qilqasalikcha cheklanmaydi. Bo'lmasa o'zlari akirib ketgan odamlarni shunday o'zlariniki state medialarga chiqib, mana seniki oila a'zolaring xo'shal qo'ram yashayotdi, yolg'on aytmanglar, yolg'on uchur taqatmanglar deb bizni yolg'onchiga chiqarib emasmi? Shunday ishlardan shunday foydasi bo'ldi deb qarayman. Undan boshqa yana o'zimizniki shu Uyg'ur to'g'ri jamoat orasida tarqalgan bir qism fikrlarga qarata o'zimniki shu o'ylaganlarini ochiq oshkora deb keldim. Bugungi temamni o'zimniki ma'lum bir inchki masala ustida o'ylaganlarimni ko'pchilik bilan o'rtoqlashsam deb yana nahmaydan taqatqash bu 18 qatimliq nahmaydanni boshlab oldim. Shundoq menga o'xshash ekran qarab o'tirib so'zlaydigan odamlar nurg'un Uyg'urlarning chinligidan bak oz. Bizniki ekranlarimiz sanoqliqlar barmoq bilan sanoqliqlar oz ekranlar chiqib so'zlaydiganlari. Xitoy tashviqotchilarining kechida undaq so'zlaydigan misollarga ilib bersam, vatandan Uyg'ur qizlarni o'sha ekranga chiqib Shinjonga tashviq qilish, shu kishilarni shu nima deymiz, vatanimizga chaqirib kelish shunday tashviqotlari, mumkin yolg'on tashviqot qiladigan shunday kanallarimiz yig'lab qoldi. Bizniki demoqchi bo'lganman deb bizniki Uyg'urlarni ishiltib turib, YouTube'da video ishiltib, shunday xato uchurlarni, mumkin madaniyatimiz jihatdagi bir qismlarni burunlash orqali qashna chiqadigan ekranlar yig'lab qoldi. Xitoylarniki o'zining ichida shunday so'zlaydiganlari chiq. Endi Uyg'urlarning ichida hozircha men chiqib shunday so'zlayapman. Bu texnik ko'plagan kishilarniki shu o'zlariniki bilimini tarqatish, o'ziniki o'ylaganlarini erkin ozoda deyarli mushichatlarda bir foydasi bo'lamdigan deb shunday medialarda so'zlab yurdim. Bugungi temam boy deganimdagidek shu ma'lum bir inchki ishlar qarata o'zimniki o'ylaganlarimni ko'pchilik bilan ham bahrlamoqchi demoqchi. Eng oldi bilan shu oramizdan masalan bu yil 4-oydagi xabarlarni deb bilsak, Erkin Osiyo radio boshlay. Hokimiz hozir saqlayib, shu virusdan qutulib, yaxshilik undan ilgari
Birinchi bulup Uyg'urlardan tunji hayotidan ayrilgan kishi deb bir Xo'ja Abdulla ismlik. Qani. Buningdan bashara bu Xitoy Wuhan tezli yamragan koronavirusi Turkiyada Xo'ja Abdulla ismlik bir Uyg'urning jiniga zomin bo'lgandan sirt ko'p sondagi Uyg'urlarniki yuqumlanishini keltirib chiqadi. Bularning ichida ikki Uyg'urning yuqumlanib bilim kitobidan qaytgan deb u xabar berilibdi. Men ekran almashtiray, ya. Onundan başqa Qozog'istondan bir muncha qarindoshlarimiz ketib qoldi. Ularning ismlarini bir men bilmasammi, ishqilib boshida xabarlar chiqyotidi. Where's the other one? Bir yerga saqlab qo'ygandim. Bu yerga chiqarib yurmasammi? Xabarlari to'xtamay kelyotidi. Ben shu hozirgi bugungi ismi Xo'ja Abdulla üzülüp kelyaptım bu qandaq. Şundaq aramızdan ketken kishilarni yarmisini yod etib turishimiz, ularga yaxshi duolarni qilib, hamda shundaq doid deydigan bir hashtaglarimiz bor. Hold China accountable deydigan hashtaglarimiz bor. Shularga aktivlik bilan qo'shilib, hammamiz o'zimizniki beshidan ketgan, beshidan o'tkazayotgan ishlarimizni shu hashtaglarga qo'shib dunyoga anglitib, Xitoydan hisob kitobdan chog'da hisob olamiz. Hashtag faoliyatlar qilib mazmunlar to'g'risi aytdim dostimmi yoki sizlardimi? Qanday bo'layotdi? Uqmadim-ku. Men bir tekshirib olaymi? Sorry. Bugün oxirlashtirib qo'yib turay, bir chatoq bordek qiladi meniki kompyuterimda. Kechiringizlar. Diyorim media, yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Zulfikar yaxshimisiz? Habibulla ey, yaxshimisiz? Qaytib bordi shu. Qat'iy bo'lmadi. Men bu to'g'riliq men qaytadan bir boshlasam bo'lgudek. 1 minutlam vaqtim shu bor aytadigan gapimnilam qisqalam qilib gapimni tugtay bo'ldi. Bugun bu to'g'ri sal chataq turam bu qandaq o'tirdi üzülüp kelayotidi. Xitoy virus sababli aramizdan ketgan kishilarimiz bor, ham davomli chiqyotidi. Hamda buningki demakchi ko'pchilikni shunday hashtag faoliyatlarga chaqiriq qilib Xitoydan hisob kitob so'raydigan chog'da shunaqa o'zimizniki peshiga kelganlarniki hammasini shu social medialarda shu tarixiy fakt sifatida qoldirib qo'yishga shunaqa social mediadagi kampanyalarga qatnashaylik, hold China accountable deydigan hashtag faoliyatiga qatnashaylik, aramizdan ketgan kishilarimiz uchun o'zimiz uningdan boshqa shu virus bilan yuqumlanib saqlayib o'rnimizdan turganlarimiz hamda shu virus sababli xizmatimizdan ayrilib qolganlarimiz, normal turmushimizning shundoq buzg'unchilik uchrashi qatorlarning hammasini bir Xitoydan hisob so'raydigan vaqtimiz kelib qoldi hozir mushtatda. Shunlashqa social mediadagi kampanyalarga qatnashaylik. Anandan keyin bu virus mezgilida hozir bizda bir xil psixika bor. Shu kasal bo'lib qolsak, bu haqdan yushuradigan mushuninki sabablari to'g'risida o'zimniki o'ylig'ini nima desa, shu Facebooklarda, YouTube'larda ko'rgan ba'zi bir qism videolarning ichida bizniki diniy taqatquchilarimiz shundaqliqi masalan Xitoylarga badduo qo'yadigan ishlarni biz to'g'ri tushunishga bo'ldi. Biz tan qo'shilib badduo qo'ymiz, lekin shu badduolarning ichida Uyg'urga badduo qildiganlarmi ko'p. Masalan, Facebookning o'zidan misolga ilib bersak, Uyg'urlarning ichidagi andaqlar ashlarning hammasi Xitoydan virusi bilan tan qo'shilib mushlarimiz Pokistonlanib ketsin, amin Allohu akbar deydigan mundaq kishilarimizni bakchiq. Ashundaq nimalarning ta'siridan biz og'zimizda to'xtamay Xitoy virusi da'vagandan keyin demisam shu Xitoy virusiga amdi demakchi bo'g'unim ashundaq ba'zi bir xato tashviqotlarniki nimasidan bu Xitoy virusi degan bu nejis kasal faqat ashundaq shu nimalarga shunaqayligi vatan sevgisi bo'lmagan Xitoyga ishlaydigan andaq-mundaq degandaklarga shu badduolarni qilish orqali bu virusga bo'lgan bir xililigi nimamizmi buni odatdagi birligi normal kasallik deb ko'may bir xil yushirindigan, nomus qildigan ish ashundaq psixika bizda ashundaq yetilib qolibdi deb shu jihatdan o'zimniki o'ylaganlarimni sizlar bilan paranglashmoqchi bo'lib bu videoni ishlagan. To'g'ri so'radim, yaxshi o'xshaydi. Bugun qisqalam shunaqa o'tkazib yetay bo'ldi. Demakchi bo'lganim yana eng asosligi shu o'zimizniki peshiga kelgan shu virus sababli peshiga kelgan barliq ziyonlarni hammasini bir xotirlab mangaylik, social mediadagi kampanyalarga qatnashaylik. Xitoydan shu hisob oladigan vaqtimiz yaqinlashib qoldi. Xayr, bugun Allohga omonat mushuncha ihlam bo'lsin.